70 ming so'mlik kerasis shampuni 45 ming skidkada. Ko'pchilik bizdan shunaqa deb so'rashyapti, video chiqarmayapsizmi, Instagramda ko'rinmay qoldingiz deb so'rashyapti. Biz har 2 kun, 3 kunda bir video chiqarib turibmiz. Sizga ko'rinmay qolganining sababi siz bizni videolarga like bosmay qo'yganingizda. Instagram shunaqa tushunadiki, bu profil foydalanuvchiga qiziq emas ekan deb sizga ko'rsatmay qo'yadi. Like bosib tursangiz, har doim videolarimizni sizga ko'rsatadi. Har 3-4 ta videodan keyin bitta original soxta poddelka video chiqaryapmiz. Shu videolarni o'tkazib yuborishni istamasangiz, videolarga like bosib turing, shunda har doim videolarimiz sizda ko'rinib turadi. 70 ming so'mlik kerasis shampunini 45 mingga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, xuddi mana bunaqa paketli varianti bo'ladi. 45 ming, bu 70 ming. Sababi mana bu idish ekonom bo'lganligi uchun, bunaqa idishda chiqqanligi uchun arzon bo'ladi. Xohlasangiz shu turishda ishlatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana bo'shagan idishingizga qo'yib olsangiz, mana shampunning o'zi bo'ladi, qoladi. Shunda pulingizni 3 dan 1 qismini tejab qolgan bo'lasiz. Videoni har doim skidka degan narsa izlab yuradigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.